Tosh topib qo'ying, toshni. Yuraverasizlar, qarang. Qum quvurib. Qum quvurib. Gap yo'q, oching. Setkani ko'rsatib qo'ying Sanjarbek bitta. Mayda setka, hurmatli obunachilar. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli bozor shamolini kuzatuvchi qadrdonlar. Videoni shoshilmasdan bitta joyga zo'r qilib o'rnatib oling. 2 million 800 ming sotayotgan Drabilgan men sizlar uchun 2,5 millionga topib qo'ydim. Hurmatli obunachilar, 2,5 million sotilayotganini 2 million 100 mingga topib qo'ydim. 1,5 million so'mgacha ham Drabilkamiz bor. Shunaqasini ko'rganmisiz? Ko'rmagansiz. Bir dona like bosib qo'ying. Biz Farg'ona shahari Yazavondamiz, Xonobod qishlog'ida Boyagam xonadoniga yana tashrif buyurdik. Videodan uzoqlashmanglar. Assalomu alaykum aka, obunachilar o'rniga. Assalomu alaykum obunachilar. Sanjarbek, yaxshimisizlar? Yaxshi ko'rlaymi? Aka, qalay biz obunachilar bilan muomalalar oldi sotdilar? Xudo xolasa zo'r. Yaxshimi? Yaxshi, zo'r. Xudo xolasa. Olgan odamlar minnatdormi aka? Olgan odam minnatdor. Xudo xolasa отказ bo'lgani yo'q. Chiroyli qilib sotyapmiz. Har paddishkada bo'lsin, like bo'lsin, kommentariy yozsin. Narxlar Xudo xolasa eng arzoni 1,5 milliondan eng zo'ri 2,5 million. Faqat 1,5 million zakat asosida. Gap yo'q. Aka, yangiliklar bir boshqacha ishlashlarni ko'rsatib beraman deyapsiz-a? Bu safar Sanjarbek test qilib beramiz. Hozir nima ko'p Drabilka ko'p hozir. To'g'ri. O'shaning uchun bizni Drabilkani olaymi, olmaymi deb hozir o'ylab turgan insonlarga qisqa balonda, sifatli 3 kilovatli motorimizda 2 million 100 ming so'mlik Drabilkamizda hozir test qilib, sheben chiqarib, tosh chiqarib beramiz. Yo'q-a? Tosh boshladi bo'lmasa. Hurmatli obunachilar, ish qilib tosh chiqarib beramiz deb reklama deb apparat kuydirib ish ko'rsatmaysizmi aka? Yo'q. Toshni mana Sanjarbek bu eng mayini, eng mayini chiqarib beramiz. Setkani eng mayin holatida. Hurmatli obunachilar, videodan uzoqlashmang, chiroyli qilib ko'rsatib boraveramiz, narxlarini aytib o'tamiz. Ishlashiga xolis bahoni beraverasizlar. Xo'p, hurmatli obunachilar, boshladik. Bismillah aytib. Tebion, tosh aralash, hurmatli obunachilar. E'tibor beraverasizlar. Bitta apparatimizga endi tosh tashab hech qachon ishlatmaysiz. Baquvvatligini ko'rsatib beramiz. Sanjarbek hozir shunda qo'lni ham, quruqni ham chiqarib beramiz hozir. Bitta apparatda. Bitta apparatda, bir xil gap, bir xil aytadi-da, bu faqat reklama uchun va reklama uchun emas. Hozir shunda shu Drabilkada shu qo'lni ham, qo'l poya mana quruq somon chiqarib beramiz. Aynan mana shu ishlatgan apparatingni olaman deganlarga men sizlarga metkasini topib qo'ydim, 508 ekan. Boshqa apparatlarda ko'rmadim bunaqasini. Hurmatli obunachilar, boshladik bo'lmasa. Kelsangiz xohlaganingizni ishlatib beraveramiz. Tosh. Tosh topib qo'ying, toshni. Bo'ladi aka. Akam, mana Sanjarbek tishlari sinib ketdimi yoki joyida turibdimi? Hozir ko'ramiz. Ko'rib qo'yamiz uni. Hurmatli obunachilar, videodan uzoqlashmay turinglar. Parchalagan holatiga ham xolis bitta bahoni ko'raverasizlar. Qarang. Qum quvurib. Qum quvurib. Gap yo'q, oching. Setkani ko'rsatib qo'ying Sanjarbek bitta. Mayda setka, hurmatli obunachilar. Hurmatli obunachilar, hali chang ko'tarib ulgurgan yo'q. Xo'p, isbot uchun ko'rsatamiz. Manosi ham juda ko'p joylarda men e'tibor beraman, yo'q. Bu nima uchun desa, aka tushuntirib bering. Bu havo yo'nalishi. O'tdir, somondir tashiysiz, tortib olib ketadi. Vakuum, shunday tortib olib ketadi. Tevaga otmaydi. Pichoqlarni sinib ketdi deganlarga mana pichoqni joy-joy turibdi mana. Bo'lcha lat yedi-yu, lekin ishlayveradi. Shunda hozir somon, qo'lpoya chiqarib beramiz. Gap yo'q-a. Hurmatli obunachilar, qo'lpoyani ham mana ko'raverasizlar, mana uzun mana. Aka, aynan shu apparatning narxi 2 million 100 ming. 2 million 100 ming. 2 million 100 ming ham o'ta shu ishni qiladi. 2 million 500 ming o'ta shu ishni qiladi. Farqi motorida. Hozir nimaga eng arzonni ko'rsatyapman? Xalq ko'rsin. Aha. Bo'ldi aka. Boting aka. Yaxshimisiz, yaxshimisiz? Zaki qilib baratam. Xo'p, hurmatli obunachilar, boshqa setkasini solamiz. Endi sizlar uchun qo'l poya deydi. Bizda poya deydi. Endi voqalarda bilmayman nima derkan. Mana setkali holatda eng udobniy joyi ham u yondan solinadi, e'tibor bering. Mana. Bo'ldi. Tirs tarif qo'yasiz, joyiga tushadi.
Bosing aka. Qo'l poyani ham hurmatli obunachilar ishlashini ko'ramiz. Ishda toshlarni qo'ygan qilganlar. Somon ketdi. Ketdi somon. Somonni qay darajada olib keladigan akalarimiz uchun. Hurmatli obunachilar, o'zi bu narsalar chiqarishga hojati yo'q. Nimaga desangiz, tosh maydalagan bu narsalar bu tish uchun oddiy holat. Bitta e'tibor berasizlar, mayinligiga, poyani qaysi holatga olib keladigan akalarimiz uchun silios holatda tayyor. Tashaverasiz, akalar. Bahona beraverasizlar. Xo'p, biz endi qo'ylarimiz bor. Biz uchun makkasi kerak. Bug'doyni maydalashimiz kerak degan uchun akalarimizga ham makka bug'doyini ham chiroyli qilib ko'rsatib beramiz. Hurmatli obunachilar, boshlandi. Bu bug'doyi, hurmatli obunachilar. Mana. Uzoqdan ko'rinishi ham, akalar. Bo'ladi aka, o'chiring. Bug'doyni ko'ring, akalar. Makis bo'ldi. Atalaqi bersangiz bormi? Ha aka. Mana. Bu hurmatli obunachilar, misol uchun yarim holatda mayda qilib ham sotiladi-da, yirik toshrog'iga qo'yib turib. Bu holatda qilsangiz, qo'chqor boqadigan akalarimiz o'zi yaxshi biladi. Buni yarim holatda qaynatib turib qo'yga bersangiz, orqa axlatidan chiqib ketishi osonroq bo'ladi. Bunda hazm bo'ladi. Qo'chqor seminishi pilusga ko'proq yuradi. Mabodo yana bir qo'chqor boqadigan akalarimiz yana boshqacharoq ideyalari bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiraverasizlar. Bug'doy akalar. Endi bug'doyni un qo'yar ekan. Qarang. Mashaalloh akalar. Akalarimiz mehnat uchun, qo'l mehnati uchun, O'zbekistonda mashinda chiroyli usta akalarimiz borligi uchun bittadan like bosib qo'yinglar. Akalar, hurmatli obunachilar, Boytog'a bizga endi 2 million 500 mingligi bilan 2 million 100 ming so'mlikni farqini tushuntirib bering bizga. Farqini endi korpusi bir xil. Xo'p. Korpusi bir xil. Motori, masalan bu 3 kilovat bo'lsa, bu 4 kilovat. Aha. Bu o'sha 6,5 yoziladi, 4 ga beriladi, original deyiladi. Bu 3 kilovat 3 ming boradi. Vallahi yapıyor. Chiqayotgan narxlari 2 million 100 ming so'm, 2 million 500 ming so'm. Qo'ldan qo'lga o'tgan yo'q, hurmatli obunachilar, oftom holatda chiqayotgan holati. Misol uchun magazindan olarsiz, 200 ming, 300 ming ustiga qo'yib sotishadi. Siz birinchi qo'ldan olasiz. Uka chiqarib yuborman, siz dastavkasi kelishilgan holatda xohlagan joyingizdan O'zbekiston ichidan telefon qiling, olib bortirib beramiz, aka. Birinchi telefon qilgan 10 ta odamga 2700 ming ketgan dravlikamizni dastavkasini ichida beramiz. Gap yo'q, 10 ta odamga. 10 ta odam. Yaxshi. Hurmatli obunachilar, ulgurib olinglar. 10 ta odam qiziqib, tas telefon qiling. Dastavka ham 300 ming, 400 mingga boradi. Misol uchun qatgadir. Siz uchun besplatni 2,5 million so'mlik narsa 2,5 million so'mga boradi, 2 million 100 minglik narsa 2 million 100 mingga beradi. Hamma chorvasiga Alloh baraka bersin, aka bozoringiz bersin. Telefonni yana qaytarmaysiz. Videolarimizni tezda chorvador akalarimizga Telegram, WhatsAppdan yuborib qo'yasizlar. Keyingi syomkalarda ko'rishguncha deb qolamiz. Rahmat, hammaning chorvasiga Alloh baraka bersin.